Assalomu alaykum do'stlar. Yana sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Xudo xolasa yana bir darvozamizni o'zimiz Andijon shaharxonaga olib kelib o'rnatdik. Ko'rishlaring mumkin, o'sha trendda bo'layotgan shtampovka pechat darvozamizni high-tech uslubda 2 qavatli двойной holatda tayyorlaganmiz. Darvozamizni ko'rishlaring mumkin. Darvozamiz o'z joyiga xudo xolasa chiroyli tushdi. Har safar darvoza o'rnatsak, darvozamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Qanaqa darvoza o'rnatishimizdan qat'iy nazar hamma darvozamiz obzorini qilib beramiz. Bu safar ham darvozamiz to'liq ma'lumotini berib o'tamiz. Bu darvozamiz shu full variantda bo'lgan, taglarimizga o'nlik shivellardan foydalanganmiz. Korobkalarimiz 10 ikkilik bursdan foydalanganmiz. Listlarimiz 1-2, darvozamizni ko'rishingiz mumkin. Ponni vibraga o'tirg'izib, listlarimiz ham 1-3 variantda bo'lgan. Bu joylarga mana soplarni qo'yib, nerjvenkalarni joy-joyida qilib berganmiz darvozamizni. Darvoza 2 qavatli shumkali holat. Tepasiga 25 sent skvoznoy bo'lish uchun lazer qilib berganmiz. Zamoylarimizga keladigan bo'lsak, zamoylarimiz Zuber zamoydan foydalanganmiz. Turetskiy farqi yo'q. Darvozamizni endi bir orqa tomonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Orqa tomoni. Do'stlar, darvozamiz orqa ko'rinishi shu ko'rinishda bo'ladi. Darvozamizda o'sha orqasiga oldiga 1-3 list bosgan bo'lsak, orqasiga o'sha katta formatdagi 1-3 listdan kesib splashnoy yopamiz orqasini. Orqasiga mayin qilib germetekslarni sepilgan, orqasiga o'sha devo kraska, orqasiga ham matviy holatda, oldiga ham devo kraska ishlatganmiz darvozamiz. 2 qavatli shumkali variantda bo'lgan, ko'rishingiz mumkin. Agar buni 1 qavatli variant bo'ladigan bo'lsa, qovurg'alarimizdan bilinib turadi, listimizni orqa ko'rinishi ham bilinib turadi, qovurg'asi. Bu o'sha shumkali full variantda bo'lgan. Xudo xolasa aloqa chiqarasizlar, bundan-da ko'p, bundan-da arzon hamda qimmat darvozalarimiz ham bor. Aloqachilarni Telegramdan albatta tashlab beraveramiz. Darvozamiz shu ko'rinishda bo'ldi. Xudo xolasa do'stlar, darvoza o'ta go'zal holatda chiqqan, ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p do'stlar, darvozamizni ko'rishlaring, to'liq qisqacha bo'lsa ham obzorini qilib berdik. Bu darvozamizni misol uchun vibra qo'ymasdan oddiy holatda qiladigan bo'lsak, agar nerjvenkalarni ham qo'ymaydigan bo'lsak, kvadratini 500 ming so'mdan qilib beramiz. Agar nerjvenkalari bilan qiladigan bo'lsak, vibra bo'lmaydi. U holatda 600 ming so'mdan, agar vibrali holatda ponni nerjvenkali holat bo'lsa 700 ming so'mdan, agar двойной deydigan bo'lsangiz, двойной qilib beramiz 900 ming so'mdan. Shu joyga 900 ming so'mdan kelib o'rnatdi darvozamiz. Oldi orqa bir xil deydigan bo'lsangiz, to'qima profillari ham 6 ga 4 emas, 6 ga 6 ular kvadrat 1 million so'mdan chiqadi darvozamizni. Xudo xolasa aloqachi sizlarga to'liq ma'lumotini beraveramiz. Xo'p, bizning manzillarga keladigan bo'lsak, bizning manzillarimiz Namangan viloyati 3 tuman Jidegapa qishlog'ida joylashgan. Daji Andijondan boshlab Norin daryoni ko'prigidan o'tgandan keyin 700 metr yurganingizda o'ng qo'lda lakaza propan zapravkani yoparasizda. Hop, dastavkamiz xudo xolasa vodiy bo'ylab dastavka ustanovka bor, boshqa viloyatlarga dastavkamiz kelishuv asosida. Shu joyga darvozamiz kvadrati 1 metr kvadrati o'sha 900 ming so'mdan, 9 million 300 ming atrofida kelib o'rnadi darvozamiz. Aniq esda qolmagan, daftarda ko'rsak bilamiz. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Darvozamiz manfaatli, videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Kanalimizga yangi bo'lganlar obuna tugmachasini bosib qo'ysanglar, muntazam darvoza qo'yib borayotgan jarayonlarimizni kuzatib borasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.